Xitoy hökumətinin Uyğur nüfusunu azaytish üçün Uyğur ayollarını məcburi tug'mas qilayotganligiga doir şahidlarning bayonlari va dokladlar barğansari kishini cho'chitadigan darajaga yetdi. İstanbuldagi bir Uyğur doktor tarafidan 2013-yildan boshlab tekshirilgan Xitoy zulmidan qochib kelgan 300 Uyğur ayolning taxminan 27%ning tug'mas qilayotganligi o'tirg'i chiqqan. Bu ayollar tekshirilmagicha bu ahvolni bilmaydigan bo'lib, ularning hammasi degudek o'zlarining ma'lum xil homildorlikdan saqlanishga majburlanganligini aytadi. Yana kelib, bayonlarga qaraganda, ular boshqa kasal uchun doktorxonaga borganda, umumiy narkoz qilinganda, ularning xabari yo'q holda qisirlashtirish mashg'uloti olib berildi. Bu haqdagi yangi dokladning natijasiga qaraganda, Beijing Uyg'ur nüfusini kontrol qilish va azaytish uchun majburiy tug'utdan cheklash va homildorlikdan saqlanish siyosatini yo'lga qo'ygan. Resmi hujjatlarga asoslanganda, Xitoydagi barliq balyotqu ichiga o'rnatilgan homildorlikdan saqlanish uzukining %80% Sharqi Turkistonda ishlatilgan. Uyg'urlarga qaratilgan yig'ilish lagerlari boshlanishidan burun 2014-yili Sharqi Turkistonda aran 3214 qatim tug'maslik operatsiyasi qilingan bo'lib, bu son 2018-yili 60440 ga yetgan. Germaniyalik Uyg'ur tadqiqotchi Zenizning aytishicha, dokladdagi bayqashlar hozirgacha irqiy qirg'inchilikning eng konkret isboti. Yuz bergan ishlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasining tug'utni cheklash o'lchamiga mos keladi. Ma'lum bo'lishicha, Turk savdogar paraxod xo'jayini Ali Qilinch va Murod Hakan Sog'lom 2015-yildan boshlab Xitoy turmida yotgan va 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Egilanishicha, danglik paraxod egalari Sharqi Turkistondagi lagerlarda tutib turilgan va qul qilingan Uyg'urlarga o'xshash intayin jaboliq sharoitda majburiy emgak qilingan. Uçur qarganda savdogarlar Hong Kong, Yaponiya o'rtasida tijorat qiladigan savdo paraxodini sotib olib, Hong Kong bilan Yaponiya o'rtasida tashlandiq temir to'shishni planlagan bo'lib, paraxodni sotib olib, orqadanlar Hong Kongda sababsiz qo'lga ilingan va Sharqi Turkistonga elib berilib, Uyg'urlar qamalgan yig'ilish lagerlariga solangan. Xitoy doiralari ularning $500,000 naqd pulini va yangi sotib olgan paraxodini musodir qilgan. Tutib turish sababini bo'lsa, zulm ostidagi Uyg'urlarni elib qochmoqchi bo'lgan, Uyg'urlarga yordam qilgan deb ko'rsatgan. Ikki savdogar 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, hozirgacha izdirga bo'lmagan. Sin yig'ini subsizum Xitoydagi abonentlarga elektronlik xat avatishga boshlagan bo'lib, ularga bevosita sin yig'ini mulozimati bilan ta'minlamaydiganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, danglik sin yig'ini subsizum bugundan boshlab Xitoydagi bevosita mulozimat setishini to'xtatgan. Şirketning bayonotiga asoslanganda, bu shirkat 23-avgustdan boshlab Xitoydagi savdo sheriklari orqali sin yig'ini mulozimati bilan ta'minlaydi. Gerçi Zoom Xitoy virusi yuqumi davrida qarshi ilishga erishgan qo'llanishchan programmalarning biri bo'lsa-mu, ammo u yaqinqi oylarda sinliq ko'rishlarni Xitoy mulozimatlari orqali qiladiganlik uchun qattiq tanqidga uchirdi. Nurg'un davlat va cho'ng shirkatlar, hatto ma'arif organlari ham Zoomni ishlatishni chekildi. Hozir bu harakat orqali shirkat o'zini dunyo bozori va Xitoy bozoridan ayirish orqali oqlash qo'ringan. Amerika prezidenti Donald Trump agar 15-sentabrgacha Xitoydagi ijtimoiy aloqa subsi TikTokni hech qanday Amerika shirkatiga sotmasa, bu detalni Amerikada cheklaydiganligini e'lon qildi. Bexatarlik masalasi sababidan TikTokning Xitoyning kontrolligida bo'lishini xohlamaydiganligini ta'kidlagan Trump, Microsoft yoki Amerikadagi mushning o'xshash cho'ng shirkatning TikTokni qo'lga olishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Trump, agar u Microsoftga yoki boshqa shirkatga sotilmasa, biz 9-oyning 15-kuni TikTokni taqaymiz dedi. Trump, agar TikTok Amerikaga sotilsa, Moliya ministrligiga bir ulush berilishi kerakligini o'tirib qo'ydi va men TikTokni cheklaymiz deb tahdid silib, bu supa uchun qimmat yaratdim. Menimcha biz bu setishning zo'r bir qismiga loyiq dedi. TikTok abonentlarining shaxsiy uchurlarini Xitoy hukumatiga doklad qilish bilan ayblanmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladida Shimoliy Koreyaning yadro qurollari planini davomlashtirayotganligi va nurg'un davlatlarning Pyongyangning ballistik boshqarilgan bombasiga o'rnatilgan kichik tipdagi yadro uskunalarini yasab chiqqan bo'lishi mumkinligiga ishonganligini o'tirib qo'ygan.
Reuters agentligi erishgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın məxfi dokumentlariga qaraganda, nurg'un davlatlar Shimoliy Koreyaning yaqinqi 6 oy ichida qilgan yadro siniqi bilan yadro planini ilgari surgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Birleşken Devletler Teşkilatı tasdiqlagan davlatlarni ko'zdan kechiradigan mustaqil guruhi tarafidan tayyorlangan dokument dushanba kuni Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashiga sunilgan. Dokumentga qaraganda, Shimoliy Koreya mo'l bo'lgan uran ishlab chiqarish bilan birga yana tajriba yenik su raketari yasagan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un oldingi hafta e'lon qilgan bayonotida bizning ishonchlik va qo'g'dug'uchi yadro planimiz soyasida bu dunyoda urush bo'lmaydi. Davlatimiz mangu kapolatga ega bo'ladi degan edi.